Erim yosh bolacha, nega? Ruhi o'smagan eringizni. Ruhi o'sishiga yo'l qo'yilmagan, erkin bo'lmagan bolaligida, ruxsat bo'lmagan, cheklov bo'lgan, doim ayblovda, doim nazoratda, bosimda o'sgan, o'ziga qo'yib berilmagan, xohlaganday bo'lishiga. Mana men ikki farzandimga hozir xohlaganidek bo'lishga, o'ynashiga, xohlagan narsani uylarimiz to'zitib tashlab yasashiga, qanday xohlasa shunday o'zini tutishiga, xohlasa kir-chir yurishiga farqi yo'qda. U erkak siymosini ko'rishim kerak men ularda hozir. Men ularda erkak siymosini ko'rsam, ayolim erkakni his qiladi yonida. Men uni kuchukbachchaday urishib tashlasam, ikki bolamni yirqib tashlasam hamma narsada, doim bosim qilsam, hamma narsani intizomda o'rgatsam, bolam ochilib o'solmaydi. Bolam hozir qilishi kerak. Ertaga ulg'ayganda ayoli bilan munosabatda bolacha pozitsiyasida bolacha qiliqlarni qilib, arazlab, pul bermay ayoliga o'zicha xudbinlik qilib, achchiqlab boshqa ayolga borib yoki mani yonimga kelib olib, menga dardini aytib, unaqa bo'lmasligi uchun men uni erkakdek ko'rishim kerak. Erkakdek tarbiya qilishim kerak. Otasi erkaklikni o'rgatishi kerak. Menga munosabatida namuna bo'lish kerak. Ana shunda o'g'il bola travmasiz ham, unaqa narsistlikka ega xususiyatlarsiz ham katta bo'la oladi. Mana shu xususiyatlariga ochishiga yo'l qo'yilmaganmi bolaligida, endi u o'sha bolaligida chiqara olmagan har bir odatini hozir qiladi asalim. Hozir qilmasdan iloji yo'q. Bu narsadan chiqib ketish uchun sizdek kuchli ayol bekorga berilmagan, unutmang. O'zingiz yaxshi bilasiz. Meni erim arzimagan narsaga lov etib yonib, uni o'qidik. 15 yildan beri yashayman. Katta muddat. Salom, bu qanday chat? Narsistlar haqida gaplashyapmiz asalim. Yozing savolingiz bo'lsa. Assalomu alaykum, xayrli kech. Shunaqa ayblab keladi. Shunaqa. Yaxshi gapiramiz, yolg'on ko'ngli uchun ham. Yo'q, unaqa emas-da. Bilasizlarmi, bugun ayollarning eng katta xatolari nima qizlar? Bilasizlarmi? Bu o'zimizdan soxta nimadir yasab munosabat qilish. Birinchidan buni his qiladi shu inson. Ikkinchidan buni o'zingiz aldab qilayotganingiz uchun chin ma'noda xursand bo'la olmaysiz. Soxta chiqadi bu narsa. Xuddi rol o'ynagandaysiz. Ham turmush o'rtog'ingiz his qilib turadi yolg'onligini, ham o'zingiz ko'nglingiz to'lmaydi. Chunki niyat go'zal emas-ku, niyat baribir bilib turibsiz-ku, ichingizda shu yo'qligini, shu mehringiz yo'q, sevgingiz yo'q, lekin deb o'zingizni ko'rsatyapsiz, yaxshi muomala qilyapsiz. Voy shu narsist bechorani og'riga tegmaykanman deb qo'lingiz ko'ksingizda, yuragiga, qalbiga quloq solyapsiz. Unaqa bo'lmaydi. O'zingizdan ham kechmaysiz. Kechmaysiz bu inson uchun. Bu insonning ham chegarasiga o'tib daxl qilmaysiz. Hujum qilmaysiz. Payxon qilmaysiz chegarasini. O'tib boshqarishga, nazorat qilishga urinmaysiz. Aql bermaysiz. Hech narsani o'rgatmaysiz. Birorta vaziyat maslahat so'raganda, bilmadim, har doim eng yaxshisini siz qilasiz. Men sizga ishonaman degan gap aytasiz. Ana undan keyin balki shunaqa to'g'ridir, balki bu yo'li to'g'ridir degan ma'noda maslahat berish mumkin erkakka. Lekin to'g'ridan to'g'ri shuni qilishingiz kerak. Men sizga aytgandim, shu o'xshamaydi degandim. Yoki bunaqa yo'l tutish kerak. Noto'g'ri ish qildingiz, xato qildingiz. Shu do'stingizga ishonib bilardim aldanishingizni. Har doim ota-onangizga qilasiz. Qancha ko'p qarshi chiqdingizmi shu insonning harakatlariga, xohishlariga, mehnatlariga, ishlariga, shaxsiy o'zini erkak sifatidagi maydondagi holatiga qarshi chiqdingizmi? Shunga yarasha javob olasiz. Shunga yarasha munosabat olasiz. Sizni jarayoningizga qarshilik qiladi. Menga o'zlari ochiq aytgan erkaklar. O'ziga kelib qolsin deb pul bermayman ayolimga deydi. O'zi haddidan oshib ketdi-da deydi. Joyiga tushib olsin, bir burni chiqarsin deydi. Pul bermaydi ba'zilar. Ba'zilar xiyonat qiladi. O'sha xiyonatga uchragan ayollarning o'zi aytgan. Senga men ko'p aytdim, ko'p urindim. O'zgarishing uchun, o'zingga qaytishing uchun. Ota-onam emas, men bilan, bolalaring bilan emas, men bilan ko'proq. Men uchun kelgansan. Menga e'tibor qaratishing uchun ko'p senga belgi berdim. Ko'p tushuntirishga harakat qildim. Sen olmadingmi? Bo'ldi endi. O'zini oqlab chiqyapti erkak, xato qilsa hamda. Nimaga? Chunki
to'g'rida u ham harakat qilgan, tushuntirmoqchi bo'lgan. Biz ongli shaxsmizda. Bizda faqat kibr bor. Soxta kibr deyman men doim. Ichimizda hech vaqo yo'q. Tashqarida menga qilib bo'lmaydi bunaqa munosabat degan soxta kibrda yashaymizda. Kechirasiz. Banda unaqa deyishga haqqi yo'q. Biz insonmiz, insonlarni bizga qanaqa munosabat qilishini boshqarishga haqqimiz yo'q. Hamma alohida shaxs, hamma o'zi xohlaganda yashashga haqqi bor. Hatto shu bechora eres bolalikda travmaga ko'milib o'sgan, sizga uylangandan keyin bolam chaqam, ayolim orzusi deb yashab kelyapti. O'zini orzusi uchun bir so'rab ko'ring-da. Bugun bitta sizga respekt bo'lsin, so'rab ko'ring, birorta orzungizni qildingizmi? Dadasi, shu yoshga kirib nima orzungizni amalga oshirdingiz deb so'rang. Bitta savolim bor sizga deng. Shunchaki. O'ramang, shunaqa to'g'ridan to'g'ri ayting. Bitta savolim bor dadajonisi. Qanaqa orzungiz bor sizni? Nimani orzu qilasiz? Va qaysi orzularingiz ushaldi? Qaysi orzularingizni kimdir ushaltirib berdi yoki o'zingiz ushaltirdingizmi? Yoki bolaligingizda kim ushaltirib berdi orzularingizni? Hozir qanaqa orzularingiz amalga oshyapti? deb bitta so'rab ko'ring shu eringizdan. Shunda bilasiz, siz baxtliroq yashayotganingizni. Ichimda mehr qolmagan, beradigan. Hozir shunaqasi asalim, hozir bo'ladi unaqa vaziyat, hammada bo'ladi. O'sish etapida, o'tish etapida hammada bo'ladi. Hozir birdan sevgingiz uyg'onib qola olmaydi turmush o'rtog'ingizga. O'zingiz bilan ishlash jarayoningizda, o'zingizni anglash jarayoningizda o'zingizni xatolaringiz ham kelib chiqaveradi-da. Unga nima uchun shunaqa munosabat qilgansiz? U nima uchun sizga shunaqa munosabat qilgan hayotingiz davomida? Shular chiqib kelavergan sari deb o'zingizga kelib qolasiz. Men 3,5 yildan beri ayollar bilan ishlasam, alohida individual tarzda deyarli 90% ayolga shunaqa deganman-da. Haligacha aytaman. Siz eringiz juda yaxshi inson ekan deyman. Realni haqiqatdan o'zlarini gapi bo'yicha turmush o'rtog'iga baho berganimda, turmush o'rtog'ingiz juda yaxshi inson. Malades, sizday ayolga chidab yashayotgan bo'lsa, barakalla deyman. Malades deyman. Shunaqangi yaxshi inson shu inson chidab biladi sizga deyman. Boshda xafa bo'ladi, boshda ko'tara olmaydi. Hattoki bitta ikkita seans kela olmay qolishadi, hazm qila olmaydi. Chunki kimnidir ayblash uchun kelgan. Muammoni yechaman-da, kimnidir ayblaganim aytsam muammom yechiladi deb kelgan. Biz o'zi bilan ishlaymiz. O'zi bilan ishlash jarayonida o'zi tan olgan. Bekorga shu gapni aytmas ekansiz. Men doim xafa bo'lardim deb tan olganda, tan oladim. Men shu yo'ldan o'tganman. Onasi so'kib urib qo'lga olgan ekan, onasini aytgani bo'lgan, otani o'rni yo'q. Vau, bu bola bor-ku. Erkak qanday bo'lishini ham bilmaydi-da. Erkak siymosida qanaqa xarakter bor? Erkak kishi qanaqa bo'lishi kerak? Erkak kishida nima xususiyatlar bo'ladi? Erkak kishi oilani qanday boshqaradi? Erkak kishi ayoliga qanday munosabatda bo'ladi? Farzandlariga qanday qaraydi? Bular haqida unday ma'lumot yo'q-da. Faqat o'sha menimcha sizni eringizni biz siz bilan ishlaganmiz-ku. Yana bitta ikkita xususiyatlari ham bor. Faqat otasiga o'xshab oilada o'rni yo'qlik xususiyati emas. Menimcha otasini shu holatidan o'rnak olgan, ayoliga ko'p taqiq qo'yib, chegaralab, bosim qilib, uydan chiqarmay, nazorat qilib, o'sha onasiday ongsiz holatda bo'lib ketishingizdan qo'rquv bor-da. Shunaqa ayol oilani boshi generali bo'lib ketishingizdan qo'rquv bor-da. Shu sababdan otasiday holatda shunaqa ibrat olgan o'ziga. Chunki otasini shu holati yoqmagan unga. Onasi urib qo'lga olgan va bu butunlay og'riq bo'lib qolib ketgan. Ham ayollarga nisbatan ongsiz holatda, ham onasiga nisbatan. Ayollarga, onasiga qolib ketgan og'riqqa deyarli hozir 70-80% ongsiz holatda o'sha qismda siz bilan yashaydimi, sizga chiqib kelaveradi alami. Chiqib kelaveradi. To siz o'zingiz bilan ishlab, uni yonida o'zingizni muhofaza qilib, himoyalab, qanday chiqib ketish mumkinligini o'rgan bo'lmaganingizcha, u shunaqa munosabatda davom etaveradi. Bu inson tan olish qiyin o'z o'zgarishini. Men endi o'sishni boshladim. Tabriklayman asalim. Shu yo'lga qadam qo'yishi o'zi katta baxt. Haqiqatdan ovozingizni o'stirish uchun keladi ekan. O'zingizni o'stirish uchun keladi ekan bunday insonlar. Shunday asalim. Men juda ham minnatdorman. Meni oldingi holatimni ko'rsanglar.
yer bilan osmoncha farq bor. Oldingi xarakterim, ilmim, dunyoqarashim, fikrlashim, insonlar, atrof muhit bilan munosabatim, o'zim bilan munosabatim, baxtni nimada deb bilishim, umuman boshqacha inson bo'lganman. Mani erim o'stirib bergan. Eng katta o'stiruvchim erim. Boshda ota-ona bo'ladi o'stiruvchingiz, keyin er bo'ladi. Shuning uchun erga tekkaningizda ko'tariladi bolalik og'riqlari, er keyin u narsani qo'zg'aydida sizni kuchaytirib beradi. Shuning uchun erimda deb o'ylaysiz muammoni siz. Men ham shunday o'ylaganman. Lekin unaqa bo'lmaydi. Erda, qaynona, qaynotada deb o'ylaysiz. Lekin unaqa bo'lmaydi. Sizni ichki holatingizda muvozanatingiz buzilganda bo'ladi. Uni joyiga keltirganingizdan keyin er bilan ham joyiga keladi, qaynona, qaynota bilan ham joyiga keladi, hatto ota-ona bilan ham joyiga keladi. Sizda joyiga kelsa, hamma bilan joyiga keladi. Ishoning, hamma bilan. Qanday yashash kerak narsist inson bilan? Bunaqa katta savol. Narsistlar bilanmi? Xotirjam yashash kerak. Qo'rqmay yashash kerak narsist bilan. Xavotirsiz yashash kerak. Ayblamay yashash kerak uni. Va bitta ochiqchasiga gaplashib olish kerak. Hazil qilib, men siz bilan ochiqchasiga gaplashib olmoqchiman, dadajonisi. Qachonga vaqtingiz bor? Bitta uchrashuv belgilasak ikkalamizga. Men shunaqa boshlaganman. Mayli, bolalarimizsiz, qachon vaqtingiz bor? Men sizga bir aytadigan gaplarim bor. Iloji bormi, dadasi, agar og'zingizga shunaqa skotch yopib tursangiz, mayli, qulog'ingizga paxta tiqolsangiz ham mayli, eshitmasangiz ham mayli. Lekin men to'kilib olmasam bo'lmaydi, dadajonisi. Ochilib ichimdagini sochib olmasam bo'lmaydi sizga. Iltimos menga imkon bering deyishdan boshlanadi narsist bilan munosabat o'zgarishi. Narsistni manipulyatsiyasiga kirmasdan yengilroq yashash shunaqa boshlanadi. Shunaqa deyishingizdan boshlanadi. Shunaqa gaplashib olishingizdan boshlanadi. Ichingizdagi og'riqlaringizni chiqarishingizdan boshlanadi. Birinchi yaxshi gap bilan. Misol uchun, men siz bilan hayot kechirib, men shunaqa deganman-da. Men erkak qiz bo'lmaganman bolaligimda. Faqat mehnatkash, faqat tabiat og'ir, vazmin, uyalchang qiz bo'lganman, tortinchoq qiz bo'lganman. Bizning normada bor odobli qiz, shunaqa bo'lganman, juda ham yopiq qiz bo'lganman. Va men esimdan chiqqan, ota-onam meni erkalatishgan bolaligimda-da og'riq bilan o'sganman deyarli. Va turmush o'rtog'im, bilasizlarmi, meni hayotimda eng boshida juda ko'p meni orzularimni amalga oshirgan, shartsiz sevgi bergan inson. Juda ko'p to'satdan tasodifan orzularimni amalga oshirgan. Kutmaganimda ham, kutganimda ham. Va qachonlardir hayotim davomida qaysidir turmush o'rtog'im kamchiliklari uchun men o'sha mehribonchiliklarni unutib o'rganman. Va keyin o'zim bilan ishlaganimdan keyin hamma narsa joyiga tushgan. Nafs holatida unutganimni va kamchiliklari kam bo'lsa ham nafs holatida bo'rttirganimni tushunib va o'ziga aytganman. Rahmat sizga. Menga shunaqa munosabatlarni ota-onam yoki kimdir ko'rsatmagan. Faqat sizdan olganman. Siz ko'rsatgansiz. Buning uchun rahmat deb yaxshi aytib olganman, yaxshi jihatlarni ana undan keyin boshlaganman. Lekin menga hozir sizning e'tiboringiz yetmayapti. Mehringiz yetmayapti. Qo'llab-quvvatlashingiz yetmayapti. Ishlarim ham joyida emas. Puldan ham qiynalaman. Bolalar bilan uyda qolaman, siqilaman, zerikaman, charchayman. Sog'ligimda ham hamma narsa joyida emas. Yoki boshqa nima muammo bo'lsa, ochiq-oydin aytib olganman. Hech qachon birdan eringizni ayblashdan boshlamang. Qizlar, hech qachon erkakka siz shundaysiz, siz undaysiz deb bo'lmaydi. U erkak hech qachon o'zgarmaydi. Qachonki birinchi yaxshi jihatini samimiy yig'lab ayting kerak bo'lsa, ish qurib ketsin o'sha soxta g'ururda. Men ayol kishi g'ururi umuman kerak yo'q deb o'ylayman. Ayolga. Ya'ni erini yonida g'urur kerak emas. Shunaqa yig'lab bo'lsa ham ayting, borini qilganmi, nima qilgan, hammasini ayting. Ana undan keyin sizga hozir nima yetishmayapti eringizdan? Shuni ayting. Yozing xohlasangiz birinchi esingizdan chiqib ketsa, yozib oling. Men ham oldinlarimni dona-dona terib joyida gapirmaganman. Yozing, chizing, ayting, ochiling, skotch yopishtirib qo'ying eringiz og'ziga. Quloq paxta tiqib qo'ying qulog'iga. Eshitmayman desa, norozi bo'lsa. Keyin eshitadi sizni. Qilib ko'ring, bitta shu praktikani qilib ko'ring, eshitadi. Ana shundan keyin ham hayotingizda o'zgarish bo'ladi. Lekin bu ham qizlar
vaqtincha yordam beradigan narsada vaqtincha yordam beradi. Men sizlarni aldamayman. Bu praktika butun hayotlaringni o'zgartirib yuboradi.